To'g'ri. Qanday yaxshi. Qaranglar. Qizlar qichiyotgan, yigitlar qo'g'layotgan, ha? Mening yosh vaqtimda qo'g'lagan yigitlar. Uning arsida yetishkinim bor, yetishmaganim bor. Ey, ular qo'ypasamchi, hozirmi qo'g'laymiz deydi. Biz ham qo'g'lab qizmaymiz. Nima? Yosh vaqtim desam meni qirib ketdi-da qamanglar. Mana siz ikkinchi qatorda o'tirgan burtiq yigit, daqiqaga necha yosh bersiz menga? Ha? 18. Ya. Siz-chi aka? 25 vayim deganingiz. Bugun mana Xudoyim buyursa men 39 yoshdan 3 oy oshdim. Men bo'pti endi. 39 yoshdan 3 oy oshganlar ayak tegmay qolgandamsizlar? Tegdim. 3 qitim tegdim. Qichibmi tegdim? Mandaqmi tegdim? Ap qichibmi tegdim? Şu vaqtlarni o'ylasam, buningdan 5-6 yil burun Sherinjon Siliq degan bir yigit bilan chiqishib qoldim. Shundaqmi ot bo'ldi ekan, Sherinjon. Uning qaraganda Sherpaxon, Sherp Muhammad bo'lmamdi, ha? Mayli. O'zimmi mushu Sherinjon degan naqshini bek yoqtirib etma. Kelinglar bir naqsh aytaylik. Alma attım deryaga Şerinjon. Hammanglar chasanglarchi qarab o'tirsam. Ha, rahmat. Mandaq chaqandan chamaya qo'yinglar. Men rozi. O'zim-chi nachar odamdi-ku. Boshda biramdandi. Mushu sizlarning elleringlar o'xshash, operatdi, akilatdi, operatdi. Bir kuni tegamsa deydi. Tegma dedim. Qachayli deydi. Qachayli? Sizlar uyda turaylar. Turayli, unda turganim gap bor. To'y tugab, etsiglar. Xotin, bir tomoq qilsizchi deydi. Men umrimda undaq langman, cho'chir degan tomoqlarni etib baqmagan. O maşlık qilmaymanmi deb 5 apqir gurishni elib, tazimi jo'yib, dash qazang sep otni qalablatdi. Anaqa gurish degan nima? Suv sassar ko'pi deganlar? Mush vaqt anglamabdimi? 5 apqir 10 apqir bo'ldi. Bir javur elib, mashundaqil qo'ysam oldiga. Bir manga, bir javurga, bir manga qarab, "Voy, mezangil bo'lmay qog'ir bezangil." Bir vaqt qarsam, shu yerdan bir narsa val tapmuş miyamga tangliq tegib edi. Poqilishdim. Mundaq ko'zimni ochsam, yadiyatma. Qishindiliq o'mash qilgan cho'mishtiribdi. Boy, u men shuninglar uribdi-ka. Cho'mishlar urgan odam o'ylamdi, hech nima bo'lmadi. Texi bir oydan keyin yana bir ay tekatdi. Uning bilan shunday qiziq tonish qoldik-da, o'ylamag'an yedim. Bir kuni uyda o'tasam, qo'shnimiz To'katay bizning uyga quyun tazda shugrab kirib kelyapti. Voy, qo'shna, hay bir yaxshi xabar bor-ku, nima bo'ldi desam, "Hey Mizangul, bizning uyga suydingdan bir mo'min shopir keldi, tegamsa?" deydi. Nima deganing To'katay? Bo'slim men tegdi demsa? Men undaq pirt traktor haydaydigan shopirlar tegmayman. Tegsam, aeroplan haydaydigan uçqushlar tegma dedim. Ahmoq, uning eti shopir bo'lgani bilan u mashni yaxshi ko'radi-ku deydi. Ha? Depla, tegib oldim. O mashni yaxshi ko'radi-ku. O mashni ichida chiqib ketadi. O mashni ichida uxlaydi. Bir kuni izamza. "Hey, mo'minim shopir, siz meni yaxshi ko'ramsiz?" desam, "Tang." "Hey, mo'minim shopir, hey, jislar kichkinang.
Dam alayli, kinodikilar o'xshash. Desam, qandoq bo'ladikin shu? Deydi. Ey, Mo'min shopir, hozir kirib siz mening bilan dam olsiz. Bo'lmasa men uyingizdan ketma. Desam, voy tong, deydi. Shu ochig'im nadin keldi? Bütün yükümni besib ketdim. Yey, sadigan ketay qiyindoshlarim. O bir hasrat chekib qayg'urdigan emas. Muni o'zining o'riqligi sho'rab tashlavatgan sho'xildaklar. Belining inchikligi xuddi bo'g'ib qo'ygan supugidaklar. Ishqon degan narsa to'xtamaydi. Mushumugu edin chiqib yurib tegivesam uyatga. Biroq Uyg'urda maqol bor, har martam 3 martam deb. Irim qipla yana birsiga tegib qoldim. To'xtamush langman degan. Voy, langman so'ziydigan bo'lsa, buni qo'saq urib. Mun Urumchining langmini cho'lda qasin. 120 metrni birli so'ziydi. Xotin ishkimiz 60 metrdan bo'lishib yapilib olamiz. Bir kuni langman etib yap o'tasak, birlari eshik derazini mo'shu bozib besib kirdi. Qarsam, bir xotin qishida bir bola va to'xtamush, jislar uy ketdik. Uyda to'xtaxun bek shig'lavati